Sizni yaxshi ko'rgan ryajinkani oldim onam. Muzda ekan. Ozgina ilisin. Hozir navarlaringizni olib uyga ketamiz. Indamaysiz onajonim. O'zim bilan o'zim ovora bo'lib qoldim. Ish uy. Uyga uxlagani boradi odam. Bilaman. Bu gaplarni o'sha paytlar ham aytardim. Indamaysiz farishtam. Meni aybim sizdan so'raganim. Ona, bu yoqqa olib boraymi? Ha, yo'q, kerak emas bolam. Onajon, bu yoqqa olib boring. Shart emas, qo'y, nima qilasan? So'rab nima qilardim? Shartda olib borishim kerak edi. Shartda olib qo'ng'iroq qilishim kerak edi. Shartda olib. Ona, men sizni yaxshi ko'raman. Sog'indim. Deyishim kerak edi. Indamaysiz mehribonim. Sizdan ilgari ona katta mashina olaman, sizni olib yuraman derdim. Mana Xudoga shukr. Bolam, bu uylar qimmat-ku. Qachon uy olasan? Derdingiz. Uylar ham oldim. Xudoga shukr. Sizni va otamni duolari bilan. Lekin siz indamaysiz, onam. Xudoga shukr, Xudoga shukr. Menimcha hamma shunaqa bo'lsa kerak. Xayolimda-da hamma vaqt ko'p, vaqt bor deydi. Ammo vaqt juda oz. Juda oz. Nimalarni orzu qilardim ha? Fursat g'animat. Onam. Onam, sizga vaqt ajrata olmadim. Mehr berish uchun ulgura olmadim, onam. Ulgura olmadim. Ammo har doim men bilan siz onajonim. Lekin sizni bag'rimga bosa olmayman. Shunisi alam. Bolam muzda ichmadir deysiz. Endi aytganingizni qilaman onam. Indamaysiz onam. Indamaysiz.